Bismillahirrahmanirrahim. Ulug' Tengri taolo oti bilan aziz ko'rguchi, eshitguchi kishilarga hozirga bizani safai sadoy Faryob Almordan ko'rib to'xtabsizlar va bizlar Solon hayotiy Inoyatullobek Ulusvoli Almor viloyati Faryobga keldik to bularni ishini yaqindan ko'rsak va qancha bularni ishi namozlarga va Eid Fitr va Eid Qurbonga bularni ishi ko'proq shuluq bo'lib va mardum qancha bulardan esosi rizoyati qanchadir toki bulardan o'zidan eshitamiz. Birinchi borga o'zingizni ma'rifat qiling. Bismillahirrahmanirrahim. Inoyatullo Bekzodman, viloyat Faryob Ulusvoli Almordanman. Salomat bo'ling, baxayr bo'ling. Bo'lamki aytsangiz mana ro'za ham ko'p pala yaqin qoldi. Mana inshaalloh erta emas, yindan ro'za tutilar ekan va undan nari Eid Fitr keladi. Qanday edi ishlar, qanday? Ishlar shukr yaxshi bo'ladi, ko'p yaxshi. Inshaalloh biz toki taonimiz bor, xizmat qilamiz. Erta namozlaguncha mushkul yo'q. Inshaalloh taonimiz ham tikib beramiz. Shavrish mardum xizmatiyamiz. Biz moy muborak Ramazonga shu bir oyani shu yerga yatlayamiz, kecha kunduz tikamiz. Chunki mushkulot mardum albatta, mardumning iqtisodi zaifdi. Boshqa vaqt ololmaydi. Shu namozga atminki bir kola, ikki kola qiladi. Shuning uchun biz ham o'zimizga erta ishor keltiramizki, mushtarlar rozi bo'lsa, boyat bularni kolosini bir sayi nima bilan inshaalloh biz rozi qilsak. Salomat bo'ling, baxayr bo'ling va tashakkurki sizlar voqeatan shu namoz yaqin qolaversan va Eidlar yaqin qoladi. Hayotlarni aksaran bozorlarga shu kecha ham o'tib qaytishga qaraymizki, shu do'konlarini va hayotlarini chirog'i yaqilgan va masrufi eshitilan. Qanday bo'lgan siz oldingizdan shogirdlar nima raqam? Har yilga shogird ham oldingizdan forig' bo'ladimi va yo shogirdga birta kelib siz oldingizdan shu hayotlik qismini o'rganmoqqa ham ko'mak qilasizmi? Inshaalloh biz taonimiz bor ki shogirdga o'rgatsak, shogird boyat bizani zeribisdan ki daroyanda bir jamiyaga bir xizmatkor bo'lsa, biza xizmatkormiz inshaalloh. Yoshorgan bir taqriban 8 ta 10 ta shogird bor. Chiqib ketgani ham bor, ustod bo'lganlari ham bor. Yana baxayr bular bir nechtasi omadadi. Shoyat ehtimoli ziyod baxayr moy Ramazondan nari bilan do'kon olsa bir nechtasi. Tashakkur va sizlardan rahmatki mana shunday javoblar qancha yaxshi bo'ladiki, bajoyki Eronga, Turkiyaga, boshqa mamlakatlarga musofir bo'lib va bir luqma non halol uchun xatar yerlarga bular ketadi to'yinki bir luqma non topib kelsa qancha yaxshi bo'ladiki, mana shunday sizdek ustozlar va hayotlar va boshqa kasblardan bular qo'li to'g'ri bo'lsa, toki o'zlariga bir luqma non halol xonadonlariga yetsa bu joy iftixordir. Inoyatullobek aytsangiz bo'lamiki, necha yil bo'ldi o'ziz shu shug'li hayotini pesh eltasiz? Men soli 91dan beri hayotlikka borman. Shogirdlik emas, 92ga shuru qilib edik. Hayotlikdan ko'proq aytib bering. Hayotlik bir shug'li ko'pala saxtmi va yoki osonmi? Ko'plar aytadi, chavqin ustiga o'ltirib, tikib bozorga sayl qilib o'ltiradi deydi. Yo, unda emas, to azob bo'lmasa rohat yo'q. Bir og'iz nonni halol topaman desangiz, zahmat qilmasangiz, u qo'lga kelmaydi. Hayotli yaxshi maqsad bo'ladi degan shu. Yaxshi kasb degan biz rozibiz. Ko'pala yaxshi. Inoyatullobek aytsangiz bo'lamiki, necha nav kola o'rgatgansiz? Bizlar garchi ko'proq u modeli kolalarni ham bilmaymiz. Ko'proq faoliyatlaringizdan aytib bering. Nima raqam kolalarni o'rgatgansiz? Kola mushkuli yo'q. Har mushtariki masalan olish rozlar kim o't bo'lgan ko'p mushtarlar keladi, telefondan aks ko'rsatadi. Olika akslar chiqqan ayni Kobulga tikiladi, Pokistonga tikiladi. Ko'proq aksari Pokistondan chiqadi. O'shalarni keltiradi, tikib beradi. Biz ham tikib beramiz, mushkuli yo'q. Biz o'sha aksida qilib tikib beramiz. Har nav, har raqam farmoyisham desa, vaskat yoki guppida masalan kolok har so'q, har ezonki bo'lsa, biz inshaalloh hal qilamiz. Toz zaif, yangamga aytib berdim. Bironta kesh oladi kolani, bironta olish bilan shu kolalarni ko'rasanmiz, namozda omadaliydiki.
musulmonlar yoki endi namozga kalo qilmasa ham bo'lmaydiga bu ya'ni hammaga bu gap bordiga. Biza xizmatkormiz. Salomat bo'ling. Qanday bizga ham kola tikib berasizmi? Sizga tikamiz, ko'zimiz ustiga inshaalloh tikib beramiz. Biza xizmatkormiz. Har vatandorimiz, har kim ham bo'lsa, inshaalloh men shundoq mushtarlarniki hal qilaman. Erondan zang uribdi, menga bir kola tikib qo'y debdi, yo Turkiyadan zang uribdi, yebar debdi. Hatto tonimayman ham o'sha yigitlarniki javoblar shu tariqi Facebookda ko'ribdi yoki guruhlarga ko'ribdi. Tikib beramiz. Qurinborga aytayotganim shudiki, har javoniki ko'chaga bekordir, masalan, ishi yo'q. Hozir endi yangi javonlar kirish qilyapti, ulardan xohlaymiz. Masalan, hayotli emas, mustarlikka borsin. Boshqa kasblar ko'p, yaxshi kasblar ko'p. Ana shularga ishtirok qilsin inshaalloh. Vatanni tuzatadigan ham javon, xarob qiladigan ham javon. Tashakkur sizdan ham katta rahmat. Salomat baxayr. Salomat bo'ling, baxayr bo'ling. Do'stlar, bizlarni guzarishimizdagi Saloni hayotiy Inoyatullobekdan bir sizlarga tahya qildik. Qila olasizlarki, safhai Sadoy Faryab Almor channel YouTube va safhai Facebookdan bu guzarishni ko'rsanglar. To yana bir barnomagacha sizlarni Xudovandi pok va beniyozga topshiramiz. Assalomu alaykum.